Bugungi videoda siz bilan kino olamidagi eng chuqur, eng ta'sirli va har bir inson ko'rishi kerak bo'lgan top 10 ta filmni taqdim etamiz. Video oxirida esa sizga sovg'amiz bor. Biz boshlaylik. Ro'yxatimizni Shawshankdan qochish filmidan boshlaymiz. Film bir paytlar umidsizlik devorlari orasiga tashlangan odamning eng katta quroli umid ekanligini ko'rsatadi. Shawshankdan qochish hayot qanchalik qiyin bo'lmasin, inson iroda kuchi oldida hech narsa emasligini isbotlaydi. Bizda keyingi film Forrest Gump. Forrest Gump bizga imkoniyati cheklangan odam ham dunyoni larzaga soladigan ishlarni qila olishini isbotlaydi. U hech qachon shikoyat qilmaydi, umidsizlikka tushmaydi. Boshqalar kulganida ham u o'z yo'lidan qaytmaydi, chunki u hayotni murakkablashtirmaydi. U shunchaki yuragi nimani aytsa, shuni qiladi. Mafiya olamining eng real portretiga yetib keldik. Taxmin qilganingizdek, bu cho'qintirgan ota. Film nafaqat jinoyat hikoyasi, bu oila, sadoqat va hokimiyat haqida kult film. Bu filmni bir marta ko'rgan odam hech qachon unutmaydi. Sizni o'ylashga majbur qiladigan film. Fight Club. Jang klubi bu faqat odamlarni jismoniy urush haqidagi film emas, balki o'zini ichki kechinmalari bilan bo'lgan jangdir. Bu film sizni iste'molchi emas, yaratuvchilik qilishga undaydigan filmdir. Disclaimer: kinodagi tryuklarni uyda qaytarmang. Biz yashayotgan dunyo haqiqiymi? Matrica filmidan ushbu savolga javob topasiz. Film tomoshabinga hayrat, qo'rquv, hayajon va falsafiy o'ylarni bir vaqtning o'zida beradi. Bu filmni ko'rgandan so'ng siz atrofdagi har bir jarayonga boshqacha nigoh bilan qaray boshlaysiz. Navbatdagi film Interstellar. Film insoniyat, kosmos va sog'inch haqidagi eng ulug' asarlardan biri. Interstellarni ko'rgan odam film tugagach ham uzoq vaqt o'ziga kela olmay yuradi. Chunki bu film tomoshabinning yuragiga bevosita tegadi. Haqiqiy san'atning kuchi ham aslida shunda. Keyingi film Tarantinoning 4-film hisoblanadi. Billning qotili. Bu film kuch, iroda va qat'iyatning eng yorqin ramzlaridan biri. Film asosiy qahramonning o'z adolatini topish yo'lida cheksiz fidoyiligi haqida hikoya qiladi. Qisqa qilib aytganda, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiradigan filmlardan biri. Siz serialchiga tushib qolishni hech o'ylab ko'rganmisiz? Aynan shu narsani Truman Show'da ko'rishingiz mumkin. Tasavvur qiling. Sizning har bir qadamlaringiz, har bir so'zingiz, hatto eng kichik odatlaringiz ham millionlab insonlar tomonidan kuzatiladi. Lekin siz bundan bexabarsiz. Qahramonimiz Truman esa shu yolg'on olamda butun umr yashaydi. Har qanday odamni yig'lashga majbur qiladigan film. Baxt ortidan quvib. Bu film qanchalik qiyin bo'lmasin, taslim bo'lmaslik haqida yaratilgan eng ta'sirli filmlardan biri. Film tomoshabinni ichkaridan qattiq silkitadi. Chunki undagi muammolar, og'riqlar va kurashlar hayotning o'zi. Ro'yxatning so'nggi filmi psixologik trillerlarning eng dahshatlisi La'natlangan orol. Bu film sizni ruhiy labirintga olib kiradi. Har bir sahna sizda ishonchni buzadi. Har bir dialog sizni yangi gumonga soladi. Film davomida siz qahramon bilan birga izlaysiz, shubhalanasiz, qo'rqasiz. So'nggi daqiqalarda barcha sirlar ochilganda sizning butun tasavvuringiz ostin-ustun bo'ladi. La'natlangan orol tomoshabin ruhiga chuqur o'rnashib qoladigan asar. Hayotimizda bir marta bo'lsa ham ko'rishimiz kerak bo'lgan 10 ta durdona asarni ko'rib chiqdik. Bu asarlar o'ylantiradi, ruhlantiradi, ba'zan esa o'zgartiradi. Va nihoyat, sizlar uchun kichik sovg'amiz. Click TVga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, yangi foydalanuvchilar uchun obuna narxi atiga 1 so'm. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Rahmat.